Assalomu alaykum. Men ismim Husayn Xusra, Bulosh filiali boshqaruvchi o'rinbosariman. Bugun 24-aprel. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa MFI 623-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 6 gektar, uzunligi 200 metr, bo'yi 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil holatida. Ekinlarni yetishtirish 220 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Bulosh Agrozamin 2022 MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 60 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.